Amerikaga kelin bo'lib, erimni o'ynashlari bilan bir yotoqda yotganini ko'rib yashadim. Bu ikkinchi qism. Tushunishingiz uchun birinchi qismini blogimda ko'rishingiz mumkin. O'sha tun ne umidda homiladorligimni erimga aytaman deganimda, erim yarim yalang'och bir o'ynashi bilan kelib, bizni yotoqqa kirib ketishdi. Bu holatdan bir zum shokka tushmay, videoga olishni boshladim. Sababi qaynonamga borib, bu holatni issig'ida to'xtatmoqchi bo'ldim. Lekin qaynonamning bu gaplari meni hayron qoldirdi. Sizni yosh, aqllik deb kelin qildim. Ayollik makrini ishlatib, harakat qilib, o'g'limni o'zingizga qaratib oling deb javob yubordilar. Bundan ko'rinib turibdiki, qaynonam ham asli o'g'illarini qandayligini bilganlar. O'sha mudhish tunni erimni yuzlariga solmadim. Erimni battar o'zimdan bezitib, uzoqlashtirishdan qo'rqdim. Homiladorligimni bilib ham faqat mendan talablari ovqat, uy ishlari edi. O'zimni faqat shu uchun kerakdek his qildim. Afsuski, kunlar ketidan oylar o'tib, uyga har xil ayollarni olib kelishlari to'xtamadi. Erini bir yotoqda boshqa ayol bilan ko'rish jirkanchlik tuyular ekan. Men orzu qilgan Amerika va baxtli hayot shumi? Lekin qaynonamning gaplari qulog'imda aylanardi. 10 oy o'tib, qiz farzandlik bo'ldik. Biz qonuniy nikohdan o'tmagan, faqat shar'iy nikohda edik. Hattoki qizimizga ham o'z otasi familiyasini ham qizg'andi. Sababini tushunmadim. Radomdan uyga chiqib, zagsdan o'tishimizni va qonuniy bir oila bo'lishimizni so'radim. Lekin erim boshimga ta'na yudashnom yoqtirib, mol-mulkimga teng sherikmi bo'lish niyating? O'z onamga shu uchun uylanishni xohlamaganimni aytgandim. Lekin qonuniy ishlarni xayolimga ham keltirma. Shu payt telefonlarga SMS xabar kelib, uydan chiqib ketdilar. SMS xabar kimdan edi? Bir qizni hayotini badnom qilish shunchalik osonmi? To'g'risi, achindim. Qancha urinsam ham video davomini sig'dira olmadim. Menga obuna bo'ling, ertaga shu payt video davomini joylayman.